Keling, faktlarga yuzlanamiz. Arxeologik qazilmalar shuni ko'rsatadiki, ovchi terimchilar dehqonlarga qaraganda ancha baxtliroq yashagan. Birinchidan, ularning qanchalik mehnat qilganini solishtirsak, ovchi kuniga bor yo'g'i bir necha soat ovqat qidirgan, qolgan vaqtni dam olish va o'yin-kulgu bilan o'tkazgan. Dehqonchi, u quyosh chiqishidan botguniga qadar dalada ishlagan. Ovchining ovqatlanishi juda turli-tuman edi. Go'sht, yong'oqlar, mevalar. Ular baland bo'yli va baquvvat bo'lishgan. Dehqon esa faqat o'zi yetishtirgan bir xil narsani, ko'pincha bug'doy yoki arpani yeydi. Natijada skeletlar shuni ko'rsatadiki, dehqonlar pakana va kasalmand bo'lib qolishgan. Dehqonchilik odamlarni bir joyga to'pladi. Ustiga ustak hayvonlar, cho'chqa, sigir bilan birga yashash boshlandi. Axlat va gigiyena muammolari tufayli epidemiyalar paydo bo'ldi. Agar hayot shunchalik og'irlashgan, bo'yimiz cho'kkan va umrimiz qisqargan bo'lsa, nima uchun biz bu yo'lni tanladik? Bizni kim yoki nima majbur qildi?